Xullas, hech qaysi mahalla qilmagan ish ko'rsataymi sizlarga. Mana bu tabiat o'zi bitta tema. Quyosh botishi bitta tema. Lekin eng zo'r tomoni mahalladagilar bilan mana bunaqa stol qilib chiqqanmiz. Hali hech qayerda menimcha bo'lmagan. Kimni uyida agar mana shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, hozir bitta odam bilan sizlarni tanishtiraman. Abdulaziz, hop, xullas mahalladagilar bilan hech kim qilmagan ish qilib mana bunaqa dam olgani chiqdi. Bir yengillik qilaylik deydi. Yengillik qilaylik, tabiat qo'ynida vasha manzara shunaqa dahshat ekan, odam maza qilyapti, hamma shashlik qilib, mahalladagilar ham maza qilishyapti. Stolga bo'lsa vasha gap bo'lishi mumkin emas. Eng zamonaviylari stolda yo'q narsani o'zi yo'q. Ayniqsa bunaqa tabiatda odam maza qilar ekan. Shuni mana shunaqa mashinalarda kim agar uyida yig'ini yoki boshqa narsasi bo'ladigan bo'lsa, hamma narsasini ichida qilib bera olaysanmi? Hamma narsasini boshidan oxirigacha ichadi, pat kulish deshadi, shunaqa qilib topshiramiz. Hech kim hech narsaga ovora bo'lishi shart emas. Kelib mehmon bo'lib ketsa bo'ladi. Ofitsiant, oshpaz, idish-tovoq, oziq-ovqat hammasi. Faqat bitta narsa bo'ladi, maza qilib o'tirsa bo'ldi. Bo'ldi. Gap bo'lishi kerak. Profillarni coverbatda qilib qo'yib yuboramiz bizning profilga. Mana shunaqa stol bo'ladi, ko'rayotganinglarga hozir bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Stolda yo'q narsani o'zi yo'q. Biz ham syomkalarni qo'yamiz.